Bugun Magic City'ga keldim. Bugun o'sha marafonga nomerlar tarqatish boshlangan. O'shani hozir kirib, mana olaman o'zimga. Sumkamni oldim. Ichida nima borligini tez ko'rsatib o'taman. Kepka berishibdi. Bunaqa Toshkent International Marathon deb yozishgan. Bu yerda bayrog'imiz bor ekan. Обязательно qog'oz berishlik kerak. O'sha ichida nomer bo'ladi. Meniki 193 ekan. Bu safar qog'oz emas, latta qilishibdi. Qiziq. 193. Yana nimadir bor. Skidka bor ekan. 15%. Qog'oz. Bu xarita, o'sha hatdan yugurish, hatto tualetlari bo'ladi. Va maz berishdi. Va oxirgisi futbolka berishgan. Razmerim yozib qoldirganim saytda, M razmerman. Toshkent marafon belgisi bor, bu yerda bayrog'imizni emblemasi va bo'ldi. Shu narsa ekan, qopqa o'zini ishlatsa bo'ladi 2-3 marta. Ichkarida bayram bo'ldi, o'sha boshlovchi Qozog'istondan, boshqa davlatdan. Mana chetili mehmonlar, mana senga yugurish marafonida, mana bugun 7-xalqaroda Toshkent ishtirokchilar kelgan, hamma video, vlog olib, o'sha yerda bitta katta stendda ismlarni yozib qo'yishgan. Ismimni topolmadim. Lekin men qayerdadir bor dedi, lekin topolmadim. Tashkiliy ishlarni yaxshi qilishyapti. O'sha kuni xudo xohlasa shuni taqib yuguramiz.